Sizga yaqin insonlarda belida doimiy og'riqlar bo'lsa, bir tabiiy usulni o'rgatib qo'yaman, o'zingiz ularga yordam bera oladigan bo'lasiz. Bir nechta karam bargini kattasidan olasiz va 25 soniyaga qaynab turgan issiq suvga sekinlik bilan solasiz. Faqat kuyib qolmang yana. So'ngra muzli suvga karamjonlarni solasiz. Shu usulda qilsangiz, barglar yumshoq bo'lib, belga yaxshiroq moslashadi va foydasi ko'proq bo'ladi. Tayyor bargni bel og'riyotgan joyga qo'yib, ustidan sochiqni issiq bo'lishi uchun yaxshilab o'rab qo'yasiz. Shu tarzda 20 daqiqa tursin. Karam bargi beldagi barcha og'riqni oladi. Shu usulni bir hafta qo'llagan bemorlarim oldimga kelib butunlay sog'ayib ketishganini aytishyapti. Qadimgi Xitoy tabobatida biz bu usulni asrlar davomida qo'llab kelamiz. Belida og'riq sezadigan yaqin insonlaringizga shu usulni albatta yuboring. Izohlarda shifu so'zini qoldiring. Sizga yuzlab shunday usullarni bepulga o'rgataman. Bu usullarni zamonaviy doktorlar sizga aslo aytishmaydi. Va doimgidek Tabib Shifuga obuna bo'ling. Men bilan o'zingiz va yaqinlaringiz uchun tabiiy usullar yordamida davo topasiz.